Andın dostlar, mana mavu butkul dunyo bo'yicha Guayu'ninki eng cho'ng haykal obidasi. Bu haykalning butkul yerdan egizligi 80 metr. Haykalning o'zining egizligi 61 metr. Ostidagi ibodatxonasi, ostidagi ibodatxonasi 19 metr. 200 million mablag' ketgan deydi o'sha haykalga. Bu Shanshining Yuncheng nahiyasiga 30 kilometr keladigan bir taqqa joylashgan. Bu qurilishni 2007-yili boshlab tikatib, yaqinqi yillarda aram tutgan o'xshaydi bu. Nayt bir test bitgan. Bu obidiga 500 tonna mis, 2000 tonna tumur, 18000 tonna aralashma to'p simnib ketgan deydi. Shunchalik test bitgan obidi xarakterlik haqiqatan bayvat Guayu'ninki bir obidisganda bu. Keyinchi mumkin bo'lib bosh taraflarga yutib qolsak, menni bir ko'rib, to'g'ri rasmga tushib, avat bir masalaga. Insonda qaysi shaxs haqida hikoya anglashni xohlaysizlar? Pingli chugma rahmat. Dada, sizlar yaxshi ko'radigan texin nurg'un palvonlarni so'zlamidik, nurg'un danishmanlarni so'zlamidik, shundaymi? Sizlar davomli qaysi palvonlar, qaysi danishmanlarni anglag'inglar va pingli chugma rahmat. Yoqtiradigan do'stlar, go'nju qo'yinglar, do'stlaringlarga taqib qo'yinglar. Rahmat. Andın şu 4 klassik eser içindeki G'arb sayohat bilan Subuydaning o'lchamlik Uyg'urcha nashri har birisi 4 qismdan nayt mukammal kitoblar. Seyr qaruga kirib qo'ydim. Yoqtirilgan do'stlar kirib setib olsanglar bo'ldi. G'arb sayohat, uchparchalik haqida qissa, Subuyda, Qizravoq kutish qatorliq 4 klassik eserni mayli zopinlardan davomli yanglab so'zlayapman, jib o'jandim so'zlayapman. Yoqtirilgan do'stlar, guanju qilishni, function qilishni unutib qolmanglar. Rahmat. Yoqtirib anglayotgan do'stlar rahmat. Asarning tushib ketmaslik uchun bu haqsiz yurak, pingnonki jonnon yang, function deganlarni oyimay qilib qo'ysanglar qilgan amgikim uchun. Lekin nimishqa Guayu'dak Botir Sanog'ini avatib, yana buningga shunday shafqat yetkazib qo'yib bergizib o'tdi. Yeni bir maxfiy maqsad var mı?